Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabında biz bugün Abbasilerinin 25. sultanı halifesi El-Kadir Billah diyen halifenin hayatı ile tanışıp çıkıyoruz. Bu adam Hicriye 381. yıldan Hicriye 422. yılgacha, yani 41 yıl hakimiyet etmişti ottağın. Bu en uzun müddet hakimiyet etmişti ottağın halif buludu. Bunun kunyası Ebul Abbas, lakımı Kadir Billah. İsmi Ahmed ibn İshak ibn Muqtadir. Muqtadir'nin nevirisi. Bu adam Hicriye 336. yıla tuğulgan. Anısı mı kirip çıkış nesibi didek bulup ismi Temenna diyen olsa bazılarla yak demne depanda deyişken. Belki işkilisi ismi yak birisi ismi birisi ekletme nam buluş mümkün. Bu adam ta'i billah lillah g'ulagandan keyin halifet deb tiklanganda ayni vaqtda bu adam yo'q edi. Ramazonning 10'i kelib, yani 81. yili. Ertesi taxtda o'tadi. Umumyüzli xalq bu adamni shu yerda tabriklash ilib bordi. Shoirlar oldida nurg'un mushoira she'r dikilması hakikat. Cümleden Şerifur Razi degan bir ulama edibninki bir she'rini o'qib o'taylik. Ey Beni Abbas, xilafetning sharifi bugün Ebul Abbas yengildi bunu dedi. Ebul Abbas mana shu Kadir Billah'ning kunyasi. Tağ kabi adam dedi. Zaman uni şu büyük çoğ tağlardan bizge baylık kılıp kaldırıp bergen bunu dedi. Bu hem de bu adamni maqtagan bir she'rlarniki biri shu paytlarda. Xatibul Bag'dodiy degan ulamoning deyishcha, Qodir Billah o'zi diyonatlik, ondan bir xil haybati va salobati va ondan ko'p tahajjud o'qiydigan, ko'p sadaqat qiladigan, ondan o'ziniki stili yaxshi. Bu meşhurda bu sifatlar bununki. Ebu'l Beşir el-Haravi Şafii'de okugan, fıkıh okugan. Usul hakkında kitap yazgan. Bunun da sahabelerinin fazileti, muhtacizlerini kafir deb iniq degan bu adam o'zi. Kur'an mahluk degichilarni kafir deb sifatlagan. Mana mush adamning mush kitobi her cuma kuni Jamiul Mahdi'de Irak'ta, Bağdat'ın şu vaxtdaki Camiul Mahdi, Bağdat'daki Irak'daki meşhur bir cami hem de halifelerin namı desilingan. Hadis ulamalarının hadis uygundagan sorunda bütün halayık bas sorunda her cuma günü bu adamın yazgan kitabı okulup ötetti dedi. Demek şu vaxtda bütün ulamalar yığılgan bir şehir, bir Bağdat degen, Irak degen şunçular bir sorunda bir halifenin kitibi xalqning nazaridan o'quvchilarning oldidan o'tmiki bu bek cho'ng gap. Xalqning e'tibor nazariga erishmagan ahvol ostida bu salohiyatga erisholmaydi. Shunlashqa Ibn Salah bu odamni Shofiylar qatlamidagi ulamolar nomli kitobida bayon qilgan, tarjimalar qilib o'tgan. İmam Zahabi rahmetullah aleyhinki deyişçe şu yili, yani 381. yili Şavval ida bu adamni xalif qilib tiklangan paytda katta bir sorun qurultay ichildida. Qodir Billah Buhaud davla, bu ilaqa daylamilik davlatning changligida bo'lgan adam. Her ikkisi bir-biriga biz vafodor bo'lamiz deb qasam qilishdi. Buningga Qodir Billah mushu ishning keyindiki, yani Bağdat ve Bağdatning şu yani ordunun sırtındaki bütün joylarni topshirdi dedi. Yani davet turuldigan degan gap, yani islom taralgan joylarda bütün hukuk, boshqarish, siyoset hammasi Buhaud davlaniki qo'lida. Emniyatda bu Qodir Billah'niki qo'lida amaliy huquq yo'q, burunqilarga o'xshash amal yo'q hamda. Hem şu yılning o'zida Makkaninki valisi Ebul Futuh Hasan ibn Ja'far al-Alavi o'zini xalifa deb e'lon qilib, o'zini Rashid Billah deb atadi. Hatta boshqalarmi bunga xalifa deb salom berdi. Mana bu Ali jamoatidan
keyingi shu mezgillarda eng xalif deb e'lon qilgan bir kishi. Tarixda bu Aleviler Mekke'ni, Medine'ni egallagan. Ta mush Podshoh Abdulaziz Sharif Husaynni qo'g'lab chiqarib o'tgan qadar Mekke, Medine Aleviler qo'lda bo'lgan. Birisi Hasan cemaatidan, birisi Husayn cemaatidan. Hasan cemaati, Husayn cemaati ikkisi bo'lishib Mekke'ni, Medine'ni boshqardi bular. Taif, Cidde, mushu rayonlar asosan mushularning iqtidorchiligida Arab yarim orli umuman ilpetqa vaqtida. Sharif Husayn eng oxirgi mushu Alevilarniki bir amir, valis bo'ldi. Bu Osmanlılar davrida Arab inqilobini qo'zg'ab chiqarib, o'zini xalif e'lon qilgan inglizlarniki kuch kiritish orqali biz seni butun arablarga xalif qilamiz, asli xalif degan Qurayshlardan bo'lish kerak deb buni kuch kiritgandan keyin turklarga Osmanlılarga qarshi chiqib Sharif Husayn Mekkada isyon ko'targan mana. Shu paytlarda bu o'zini xalif deb e'lon qilib davlatning parchalanishiga sebepçi bo'lgan. Mana bu Hasan ibn Ja'far al-Alavi shunga o'xshash ishni qilyapti. Ammo lekin Misrningki shu vaqtdagi amiri bundan bir oz aziz hamda bundan norozi bo'ldi-da. Chunki Makka Madina bular Fatimiylar egallab olgan. Bu yerdagi Alavi Fatimiylarning nomida boshqargan shu paytlarda. Keyin bu Abul Fatuhning ishlarimi asta joyiga tushib odamlar atrofida qolmaganligizni oxirida Misrningki amiri Ubaydi Fatimi Azizga bo'ysunay deb shunga yana itoatmanlik bildirdi. Demak, buningki xilofatimi uzun vaqt davom etmagan o'xshaydi. Hijriya 382-yil bo'lgan vaqtida vazir Abu Nasir Sabur ibn Azdashir Karx degan joyda Iroqda bir katta bir saroy setib oldi-da, bu saroyni shundoq yasab, buni Darul Ilm, ilmxona deb atadi. Hatta bu ilmxonani bütün ulamolarga vaqf qilish bilan birga bu saroyga ajoyib esil ko'p kitoblarni akirib, bularni vaqf qilib etdi. Bugungi kunda kitob, Qur'on vaqf qilish bir oddiy ishdek bilinishi mumkin. Asosan bosmalar, matbaalar ko'p taraqqiy qilib ketdi. Shu asosan arzonda. U davrlarda qimmat bir kitobni yoki bir Qur'onni setilish uchun necha qo'y, necha kaloning pulini setib ola oladi. U ko'chirish, yezish, qog'oz, bunga ishlangan naqish, bu jihatda buningki bahosi shuning qarta o'rlab tushib ma'noga gap. Hatta Sahih Buxoriyni 20-30 qo'yni setib olgan Uyg'urlar bo'lgan yaqinga 50-60 yilning oldida. Hijriya 384-yil bo'lgan vaqtida Iroqlik hojilar Mekkada haj qilolmay yo'ldan qaytib keldi. Chunki shu vaqtdagi Arabi Usayfir degan odam bularning yo'lini to'sib olgan. Ular haramga kirgil qo'ymagan, Mekkaga bog'il qo'ymaganda. Chunki bu Arabi hamda bulardan pul talab qildi, oltin, kumush talab qildi. Amaliyotda bu ayni vaqtida shu mezgillarda mush hojilarni qo'g'dab mangdigan shu Arab yarim orolidagi diyorlarda, cho'llarda hojilarni qo'g'dashlarga mas'ul xalif tarafdan bunga mol dunyo berdi. Ham sana biz yilda manchalik pul beramiz, hojilarni qaroqchilikdan qo'g'daysa deydi. Amaliyotda bu shu vaqtida sizlarning podshohning bergan puli menga joy chiqib qoldi, yolg'on chiqib qoldi. Menga siz pul bersa bo'lmasa o'tkazmayman deb bu Shomning, Iroqning hojilarining hammasini cheklagan. Oxir haj qilmagan bu hojilar. Demak, bu shu vaqtdagi biz Arab yarim orolidagi ijtimoiy siyosiy ahvolni bilsak, nima qalaymiqan? Hamma hojilar qaytib ketib haj qilolmadi. Shom, Yamanning hojilari haj qilolmadi. Faqat haj qilganlar Misrliklar. Chunki Misrliklar haj qilgan vaqtida bular Farxut bilan keladi, udul jiddiy bilan tushadi hamda. Shon jiddiy tushgandan keyin Makka bilan jiddan oraliqqa yaqin. Ham bu Usaypirninki diyoridan o'tmaydi bular. Şunlaşqa bu haj qila olgan bo'lishi mumkin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.